Ko'p gapirmasdan mana shu videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, TDMni jigaringizni minimum 2 kilo qilib olasiz, chunki bu videoda men sizga oltinga teng o'qitib beraman. Broniyamiz yo'q. O'shaning uchun lo'pma-lo'p chiqib otish bu yerda xato bo'ladi. Men ko'rsatilgan joyga sakrab protivnik otadigan bo'lsangiz, miyasi просто перезагрузка bo'ladi. Bunday qilib, birinchi momentni muvaffaqiyatli amalga oshirdik, endi esa ikkinchi momentga o'tamiz. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, shunday like va obuna tugmasini bosib qo'ying, sizdan hech nima ketmaydi. Yaxshigina uron yeb oldik, lekin tushkunlikka tushmaymiz. Bunaqa momentda protivnik asosan chap tomonga tursak bo'ldi. Raqibni harakatini oldindan bilish uchun kuchli device bo'lishi shart emas. Shunchaki IQingiz yuqori darajada bo'lsa bo'ldi. Uni oshirish uchun esa menga albatta obuna bo'lib qo'yishingiz shart jigarim. Agar sizga zarracha o'qitib bergan bo'lsam, shunday obuna tugmasini bosib keting jigarim, bu sizga oddiy tuyulgani bilan menga juda ham katta motivatsiya bo'ladi va kommentariyaga yozib keting, siz aynan qaysi vaziyatda qiynalyapsiz. Albatta sizga qo'limdan kelganicha yordam beraman.